Man Muhammadiyeva Osiyo, Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali pediatriya yo'nalishi talabasi, ikkinchi talabalar turar joyida yashayman. Bizda toza qo'llar dasturi bo'yicha barcha shart-sharoitlar, issiq suv, sovuq suv, suyuq sovun hammasi mavjud. Buning uchun biz filialimiz rahbaridan minnatdormiz. Men Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali 1-sonli davolash fakulteti 4-bosqich talabasi Aminova Muhinur Nolmurod qizi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF 16-sonli farmoni 9.1 bandiga asosan atrof muhitni saqlash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturi doirasida aholi, ayniqsa yosh avlod vakillarini sanitariya gigiyena vositalari asosida toza qo'llar dasturiga amal qilishi haqida qarori imzolandi va bu 2025-yilning 1-maydan boshlab aholiga keng targ'ib qilib kelinmoqda. Ushbu dastur doirasida Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali barcha o'quv xonalari, auditoriyalar, ma'ruza zallari, klinik bazalar hamda kutubxonalar, oshxona, ma'muriyat, barcha talabalar turar joylari issiq suv, sovuq suv, suyuq sovun hamda quruq salfetka va boshqa xo'jalik buyumlari bilan ta'minlangan. Ushbu toza qo'llar davlat dasturiga amal qilgan holda Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali professor o'qituvchilari, xodimlar hamda barcha talabalar amal qilib kelmoqda. Sizchi, siz bunga amal qilasizmi? Men Qo'shoqova Gulhayo Bahodir qizi, Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali 2-son davolash fakulteti talabasiman. Men sizlarni toza qo'llar dasturi asosida toza qo'llarning oltin qoidalari bilan tanishtiraman. 1-qoida: qo'llarimizni namlaymiz. 2-qoida: qo'llarimizga sovun suramiz. 3-qoida esa qo'llarimizni suvda yuvamiz. 4-qoida: demak, qo'llarimizni bir martalik salfetka bilan artamiz. 5-oltin qoida esa suvlarni yopamiz. Toza qo'llar dasturiga amal qiling. Biz toza qo'llar dasturiga amal qilamiz.